meni ko'zim ko'rmasa ham ayolim to'rtmuchasi sog'lom, Allohga behisob shukr. Sovchi jo'natganman, tanish orqali topib sovchi jo'natganmiz. Boshida uydagilar ozgina yo'q deyishgan, lekin o'ziga qo'yib berishgan ayolimni. Tanlov o'zingniki deyishgan. U ham o'ylab ko'rib, men baxtim shu inson bilan ekan degan. Ozgina qarshilik bo'lgan, baribir любой oilada ham bo'ladi, to'g'ri? Masalan, yo'q joydan sog'lom qiziga nogironligi bor shaxsdan sovchi bo'lsa, любой oila ham nimaga men beraman? G'alati emasmi deb o'ylaydi, to'g'rimi? Shunaqa holat bo'lgan, lekin baribir ko'ndirgan uydagilarni. Baraka topsin. Shu to'y bo'ldi, boshqa bo'ldi, aytganimdek, keyin alohida ro'zg'or bo'ldik, alohida chiqdik. Alohida chiqqanda hammada butun mana 100% deb bo'ladigan bo'lsa, 120% deb bo'ladi shunaqa narsa. Alohida chiqqandan keyin ro'zg'or o'ylab olguncha hammada qiyinchilik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Tем более alohida chiqib men birinchi u Chirchiqqa ko'chib ketib yashadim. Chirchiqdan uy olib Toshkentga har kuni qatnashga to'g'ri keldi. Ishxonam Toshkentda. U men bilan birga kelib ketdi. Ozgina qarshilik bo'lgan, baribir любой oilada ham bo'ladi, to'g'ri? Masalan, yo'q joydan sog'lom qiziga nogironligi bor shaxsdan sovchi bo'lsa, любой oila ham nimaga men beraman? G'alati emasmi deb o'ylaydi, to'g'rimi? Shunaqa holat bo'lgan, lekin baribir ko'ndirgan uydagilarni. Baraka topsin. Shu to'y bo'ldi, boshqa bo'ldi, aytganimdek, keyin alohida ro'zg'or bo'ldik, alohida chiqdik. Alohida chiqqanda hammada butun mana 100% deb bo'ladigan bo'lsa, 120% deb bo'ladi shunaqa narsa. Alohida chiqqandan keyin ro'zg'or o'ylab olguncha hammada qiyinchilik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Tем более alohida chiqib men birinchi u Chirchiqqa ko'chib ketib yashadim. Chirchiqdan uy olib Toshkentga har kuni qatnashga to'g'ri keldi. Ishxonam Toshkentda. U men bilan birga kelib ketdi. Jamoat transportida taksiga sharoit yo'q. Chirchiqdan qatnashib o'ziz bo'lmadi, lekin shu darajada sodiqligidan tashab ketmadi. Ya'ni boyagi gapim o'sha alohida chiqqandan keyin ro'zg'or o'nglashga qancha mablag' talab qilinadi, mablag' bo'lmagan. Shu holatlarda ham ko'nib, ya'ni rozi bo'lib, avvalo meni holatimga ko'nib, undan tashqari alohida chiqqandan keyingi muammolarga ko'nikkan holda, problemalarga tashab ketmadi. Hozirgacha ham yonimda. Va o'sha boyagi savolingiz, hayotda hozir kim yordam katta podдержка beradi deganingiz shu. Ayolim, berilgan shaxslar. Lekin baribir qalb bilan ko'rishga yetmaydi. Qalb bilan ko'rish boshqacha. Ya'ni o'sha intuitsiyasi bormi, boshqasi bormi? Qalb bilan his qilganga yetmaydi. Lekin ko'rmaganimdan afsuslanmayman. Shu paytgacha afsuslanmaganman. Bundan keyin ham afsuslanmayman. Bu narsa menga xalaqit qilmaydi, hech qanaqa kompleks bermaydi menga. Yoshlikdan musiqaga va bir vaqtning o'zida texnikaga ham qiziqish boshlangan. Ya'ni eshitish qobiliyati bizda sal kuchliroq bo'ladi, ko'z ojiz insonlarda. Boshqa tomondan beriladi, ya'ni Alloh tomonidan. Eshitish qobiliyati menda absolut sluh, ya'ni mutlaq eshitish qobiliyati deyiladi. Bu juda kamdan kam musiqachilarga beriladi. Shu oldin Mozart, Beethovenlarda bo'lgan narsa menda bor. Navbatdagi savolimiz mana odamlar sizga achinish hissiyoti bilan qaraganmi? Ko'p bo'ladimi shu holat? Achinish hissiyotini bilmadim-ku. Oldin jamoat transportida yurganman. Deyarli 1 yil oldingacha ham. Hozir endi to'liq taksidan foydalanaman. Jamoat transportida yurganimda, avtobusga yoki metroga chiqqanimda, "Keling, mamutga o'tiring" deb, to'g'ri odamlar iltifot qiladi-yu, menga o'sha achingandek tuyuladi. Shu narsani yoqtirmasdim. Yo'q, o'tirmayman. Oyog'im butun, meni bemalol tura olmayman sizlarga o'xshab deganman. Nima sizni shu naqladi, xafa qiladi shu gapda? Nima o'tadi ichingizdan shu gapni eshitsangiz? Men nima deb o'ylayman, shu ularga xalaqit qilayotgandek tuyuladi menga. Ya'ni o'sha yo'l oyoqni tegib turma, o'tirmamtga degandek bo'ladi xuddi. O'sha narsa yoqmaydi. Xullas, voy, bunaqa ekan, men rahmi kelib qaraydi-yu, ko'chalarda ham. Lekin mana taksistlar ham bir xil taksistlar keladi. Qanaqa qilib yurasizlar? Qanaqa qilib degan savol yomon ko'raman xullas. Ko'ra oladigan insonlar nimaning qadriga yetmaydi, nima deb o'ylaysiz? Ko'ra oladigan insonlar ko'rish qadriga yetmaydi. Ya'ni nolish ko'p bizani sog'lom segmentda. Nolish ko'p. Qachonki nimadirdan ayrilib qolib o'sha narsaga ehtiyoji bor odamlarni ko'rsa, ozgina motivatsiya oladi, u ham 1 kun yoki 2 kun bo'ladi, yana o'zini qolpiga tushib oladi. Endi nolish ozgina bo'lgan, to'g'ri tan olaman. Ya'ni maktabni bitirib, maktabda endi internatda o'qiganman-da, o'zim qatori inson. Maktab bitirganimdan keyin sog'lom davraga tez kirishib ketganman. Litseyga kirganimdan keyin
sog'lom davriga kirishib ketganimdan keyin men o'zimni ham shunaqa tasavvur qilishni boshlaganman. Ya'ni ulardan hech qanaqa kam joyim yo'q deb tasavvur qilganman va bitta endi menimcha xatomi yo boshqa narsami? Ijtimoiy tarmoqlarda, tanishuv saytlarda o'zimni to'liq, ya'ni sog'lom inson hamma narsani qila oladi. Men ko'zim ojizligi haqida ma'lumot bermaganman hech qayerda. Aha. Demak, o'zlari ham sezmagan hattoki. Sezmagan. Rasmlarimni ham glavniy, ya'ni nima deydi, asosiyga qo'yilgan rasmlarimni ham sezilmaydi. To'g'riga qarab tushishga harakat qilaman. Ko'zim o'sha ochiq, sog'lom insonni mana o'zingizdan ko'rib turibsiz. Ko'z ochiq. Endi ozgina qimlab ketishini hisobga olmasam, tak to'g'riga qarab turish oson. Uyda oddiy vazifa, ovqat yeyishdan tortib, qo'pol bo'lsa ham aytaman, cho'milishgacha o'zim qilaman. Ya'ni shunaqa savollar bo'lgan, sizlar qanaqa cho'milasizlar degan savol bo'lganda, kimdir yordam beradimi degan savollar bo'lgan. Ayrim tanishlarimda shunaqa holat bo'lganki, sog'lom qiznikiga sovchi jo'natganda qiznikilar yo'q degan, qanaqa даже cho'miltirishingga ham cho'milishiga ham qarashing kerak deyshganda, shu holatlar bo'lgan. Ya'ni boyaga aytgan gapim, immunitet yo'q. Nogironligi bor shaxslar qila oladi degan narsa yo'q bizning xalqda. Ya'ni ko'zi ojiz odam senga tobe bo'lib qoladi degan tushuncha bor xullas. Lekin bizda hammasi mustaqil. Ovqatni ham o'zimiz yeymiz. Kerak bo'lsa, endi menda yo'q, lekin bor shunaqa ko'zi ojiz odamlar ovqat qilishni ham eploladiganlar bor. Siz motivatsiyani nimadan olasiz? O'zimdan olaman. Ya'ni o'zimni shunchalik yurganimni, hamma narsani deyarli hamma narsani eplayotganimni ko'rib, bundan battar bo'lishi ham mumkin edi deb qo'yaman. Men motivatsiyani o'zimdan olaman. Shunaqa holat bo'lgan. Litseyga kirayotganimda psixolog suhbatidan o'tyapman. Endi o'zim g'ijjakchiman-da, g'ijjak sozi bo'yicha mutaxassislik. Qaysi mashhur g'ijjakchilarga havas qilasiz dedilar, o'zimga dedim. O'zimga dedim. Chunki havas bo'ladi, to'g'ri, lekin shunga o'xshab chalishim kerak degan narsa bo'lmaganman. Men o'zimning stilim bo'lishi kerak. O'zimga o'zimman. Ko'rish imkoni bo'lganda sizni birinchi o'rin nimani ko'rgingiz kelgan bo'lardi? Boya yo'lda gaplashgan narsamiz, o'zim mustaqil mashina haydashni xohlayman. To'g'ri, men yonimda odam bilan ko'p haydaganman. Ular rul ushab ketgan, men o'zim haydaganman, lekin to'liq mustaqil haydash hozirgi birinchi o'rindagi meni tilagim, orzuyim shu. Yo ko'rib ketsam qilaman yoki inshaalloh balki avtopilot bizga moslashtirilsa, albatta sarmoya kiritib shu narsani olib qilaman baribir. Inshaalloh. Mashina meni yoshlikdan mashinaga qiziqqanman. O'sha boya aytdim-ku, antiradarlarni modeligacha bilaman даже. Ranglarni qanaqa tasavvur qilasiz? Ranglarni yorug'likda tasavvur qilaman, ya'ni chiroqlarni rangini yaxshi bilaman. Endi hammasini emas, qizil, sariq, oqni yaxshi bilaman. I ko'kka ham. 4 ta rang. Demak, ajrata olasiz. Da. Odamlarga qarab ularning chiroyini aniqlashadi-da. Siz chiroyini qayerdan topasiz? Gaplashib, xarakteriga qarab, ichki go'zalligiga qarayman men. Tashqi chiroy umuman rol o'ynamaydi men uchun. Sizni kuchli qilgan eng muhim tajriba qaysi bo'lgan hayotingiz davomida? Yanada kuchli qilgan, yanada sizni hozirgi mana mustaqil bo'lishga yordam bergan voqea, holat, hodisalar. Balki gap bo'lishi mumkindir. Balki kimdir gap qattiq tegan bo'lishi mumkindir. Shunaqa narsalar bo'lganmi? Kimdir gap qattiq tekkan bo'lgan. Shunaqa holatlar bo'ladi. Men o'zim nima desa bo'ladi? E'lonlar taxtasi deydimi? OLX nima deymiz? E'lonlar doskasi deydimi? O'shanga e'lon qo'yaman. Ya'ni Windows o'rnatish xizmati. Shunaqa holatlar bo'lgan, hozir bo'lmayapti. Bo'lgan paytida yoki uyim oldiga olib kelganda yoki o'zim o'sha ofislarga yoki tashkilotlarga borganimda shunaqa holatlar bo'lgan 2-3 ta. Siz qanaqa qilasiz? Yo'q, bizga boshliq gapiradi, men boshqa topa qolaman degan joylari ham bo'lganda, uyim oldiga kelib qaytib ketgan joylari bo'lgan. O'shalarda baribir tegadi odamga. Men pozitiv bo'lganingiz bilan bitta tegib o'tib ketadi. Nimaga? Men ham qila olaman-ku xuddi shu ishni degan narsa bo'lgan. O'sha narsa ham juda katta turtki bergan menga. Va hozir nima bo'lyapti? Men telefonda aytmaydigan bo'lganman. Holatim mana bunaqa. Borish, masalan, boriladigan bo'lsa, vizitga, ya'ni chiqiladigan bo'lsa, men holatim bunaqa deb aytmayman. Borganimdan keyin o'zi ko'rib oladi, kerak bo'lsa. Hayotingizda sizga eng ko'p yordam bergan inson kim? Balki berayotgan. Hozirgi paytda ayolim eng katta yordam beryapti. Yoshlikdan uylangungacha ota-onam. Odamlarda eng qadrlaydigan sifat qaysi sizda? Eng qadrlaydigan sifat
eng qadrlaydigan sifat. Hazilni ko'tara olish. Men juda qo'pol hazillashaman. Hazil ko'targan odam bilan juda qo'pol hazillashaman va uni hazilni ham ko'taraman. Daji qo'pol qilib aytganda ko'z bilan hazillashsa ham ko'taraman men. Shu darajada bo'lganman. O'sha litseyda, institutda o'rtoqlarim bilan shu darajada hazillashardik, shu ko'z temasida ham bemalol ko'targanman. Hozirgacha ham. Siz bilan tanishgan odam nimani o'rganib ketishini xohlaysiz? Sizdan nimani olib ketishini xohlaysiz? Pulim olib ketmasa bo'ldi. Qarz so'ramasa bo'ldi. Yani hazil albatta. Nima olib ketishini hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Chunki mendan oladigan nima bor ekan bilmasam, o'zimga hech chetdan baho berib ko'rmaganman. To'g'ri, o'zimdan motivatsiya olaman dedim, lekin nima borligini bilmas ekanman. Hayotni ko'rishga bo'lgan harakat bo'lganmi? Haligacha harakat bor. Haligacha gapirib bering. Internetda titklayman o'sha diagnozim bo'yicha, lekin katta professorlarga ko'ringanimda hozircha tegmay turinglar, lekin hozir tegib qo'yilsa, ya'ni tavakkal qilib operatsiya qilinadigan bo'lsa, keyinchalik agar yo'li chiqib qolsa kech bo'ladi, tiq-tiq qizmay turinglar degan. Internetda ham shunaqa, tug'mani hali davosi yo'q. Lekin haligacha poisk, ya'ni qidiruvdaman. Implant degan narsalar chiqyapti, o'shalarni ham qarab deyarli har kuni shu sun'iy intellekt bilan suhbat qilaman. Gemini bormi, ChatGPT bormi, bu temada har kuni suhbat qilaman. Oilaviy hayotingiz, ya'ni men turmush o'rtog'ingiz bor ekan. Ular ko'zlari ojiz emas, ko'zlari ko'radi. Lekin shunga qaramasdan siz bilan haligacha alohida ro'zg'or sifatida yashab kelyapti. Ha, to'g'ri, siz mustaqil insonsiz, og'ir tushmaydi, lekin baribir inson ayniqsa ayollar o'ylashi mumkin-da, yo'q, boshqa imkoni ham bor-ku menda, boshqalarni ham o'ylab ko'rish mumkin-ku degan, lekin ularda o'ylab ko'rish imkoni bo'lmagan ekan. To'g'rimi? Bu nimadan? Demak, sizlarda muhabbat bor, to'g'rimi? Boshidan kelaymi endi shu joyga. Meni ko'zim ko'rmasa ham, ayolim to'rmuchasi sog'lom, Allohga behisob shukr. Shunaqa bo'lgan bilan ham, lekin bitta sovchi jo'natganman, tanish orqali topib sovchi jo'natganmiz. Boshida uydagilar ozgina yo'q deyishgan, lekin o'ziga qo'yib berishgan ayolimni. Tanlov o'zingniki deyishgan, u ham o'ylab ko'rib, men baxtim shu inson bilan ekan degan. Ko'rishganmiz, uyligiga borganman, uchrashuv bo'lgan. Qanaqadir gap-gapga tushib qolgan. U aytgan, bo'ldi, men roziman degan uydagilariga. Ozgina qarshilik bo'lgan, baribir любой oilada ham bo'ladi, to'g'ri? Masalan, yo'q joydan sog'lom qiziga nogironligi bor shaxsdan sovchi bo'lsa, любой oila ham nimaga men beraman? G'alati emasmi deb o'ylaydi, to'g'rimi? Shunaqa holat bo'lgan, lekin baribir ko'ndirgan uydagilarini. Baraka topsin. Shu to'y bo'ldi, boshqa bo'ldi, aytganimdek, keyin alohida ro'zg'or bo'ldik, alohida chiqdik. Alohida chiqqanda hammada butun mana 100% da bo'ladigan bo'lsa, 120% da bo'ladi shunaqa narsa. Alohida chiqqandan keyin ro'zg'or o'ylab olguncha hammada qiyinchilik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Tim bo'li alohida chiqib men birinchi u Chirchiqqa ko'chib ketib yashadim. Chirchiqdan uy olib Toshkentga har kuni qatnashga to'g'ri keldi. Ishxonam Toshkentda. U men bilan birga kelib ketdi. Jamoat transportida taksiga sharoit yo'q. Chirchiqdan qatnashib o'zi bo'lmadi, lekin shu darajada sodiqligidan tashab ketmadi. Ya'ni boyagi gapim o'sha alohida chiqqandan keyin ro'zg'or o'nglashga qancha mablag' talab qilinadi, mablag' bo'lmagan. Shu holatlarda ham ko'nib, ya'ni rozi bo'lib, avvalo meni holatimga ko'nib, undan tashqari alohida chiqqandan keyingi muammolarga ko'nikkan holda, problemalarga tashab ketmadi. Hozirgacha ham yonimda. Va o'sha boyagi savolingiz, hayotda hozir kim yordam podдержка, katta podдержка beradi deganingiz shu. Ayolim ko'zim ko'rmasa ham, shu holatda ham, shu sostoyanida ham mashina haydaganman. U yoshlik, u 3 yoshdan boshlangan mashina haydash, u ham sarguzasht bo'lgan boshi. U paytda Moskvich mashina bo'lardi, ko'rgansiz, sovetskiy mashina. Rulda o'tirgan bo'lganman. Endi rulda o'tirishni yaxshi ko'rardim, o'sha yoshlikdan o'zi muzika eshitib, muzika ham o'shandan boshlangan qiziqish. Muzika eshitib o'tirgan bo'lganman. Adam mashinani tagida remont qilayotgan bo'lganlar endi. Ko'tarib qo'yib domkratda. Men bilmaganman uni, endi ko'rchilik deydi-ku. Qiz kalit turgan bo'lgan zamokda. Adam tagida remont qilayotgan bo'lganlar, mashina скоростda turgan bo'lgan. Xalastoyda ham men скоростda turgan bo'lgan. Birov borganman kalit. Mashina yurishni boshlagan. O'zimdan siltangan. U bechara ruchnoy ham bo'lmagan, uzilib ketgan ruchnoy tormozi ham. Bechara скоростda turardi mashina.
Haydab yuborganman, pastdan o'char degan ovoz kelgan. Miyani ishlashini qarang, haligacha esimda shu narsa. Shu 99-yillarning gapida 3 yosh paytim. Hozirgacha esimda. Reski kaltga qo'lim borib o'chirganman mashinani. Birinchi sarguzasht shu bo'lgan. Keyin o'sha sekin-sekin boshlangan. Mashinani tashlab ketardilar menga. O't-bo'tlarga qaqadir uzoqroq joylarga ketishlarini xohlardim. O'sha 3-4 yoshda. Skorsdan chiqarilardi, mashina zavat qilib, var qililardi. O'sha qiziqish shundan boshlangan. Keyin o'sha bilishdimi, qiziqishimni haydashni o'rgatishmoqchi bo'lishdi. O'shanda men uddala olmasam kerak deb o'ylaganman boshida. Chunki menga qiziq tuyulgan, voy buni qanaqa haydarkin, buni qanaqa qimillatarkin. Bilsam oson ish ekan, keyin o'sha menga oddiy ishdek tuyuldi bu narsa. Faqat o'sha bitta xohlaydigan narsam o'zim ko'rib haydash. Yo'lni. Shu men ko'rsam birinchi bo'lib rulga o'tiraman deyman. Ayolimga ham ko'p shu narsani aytaman. Nimaga deydi, meni yuzimni yoki ota-onamning yuzini ko'rish xohlayman demaysiz deb ham so'raydi. Yo'q, menga yuz ko'rish qiziq emas, to'g'risi. Birovning yuzi umuman qiziq emas menga. Chunki tashqi ko'rinish qiziqtirmaydi.